Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ulardan birining terlari to'pig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri beligacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'ragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'zigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Bu kundagi holatlarning yana bittasi dunyoda boy bo'lgan, qo'lida moli davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Imom Buxoriydan, kimga Alloh mol bergan bo'lsa, uni zakotini bermasa, uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi.